Hop Jonson keldi. Kamiga 2 kishida bular. Hop qoch. Yaxshi. Давай. Uspishga gap yo'q. Bum. Bum. Хорош. Ikkinchi skillam moshi. Gap yo'q. 3 ga 1. 3 ga 1. Nima gap? Solo. Brody sila. Easy. 3 ga. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bugun Brody ADK bilan o'ynab ko'ramiz. O'zim ham birinchi marta o'ynayman. Kuchaytirilgan ekan. Nima kamchiliklar bo'lsa kommentga yozasizlar. O'zimiz ham o'rganamiz. Men birinchi marta o'ynayman endi Brodyni kuchaytirgan ekan. O'shanga qiziqib, oldin o'ynaganman, faqat shu arkada rejim bo'yicha o'ynaganman. Boshqasiga o'ynamaganman. Endi ko'ramiz, sizlar bilan o'ynab ko'rib, sinab ko'ramiz Brodyni. O'zlaring baho berasizlar. Xo'sh. Do'stlar, boshladi o'yinni boshladi. Endi farom qilamiz. Endi Brodyga o'ynaganman. Brodyni sal sekir. Jonson bilan miya. Xo'sh, biza reyting ham nonemga yozdi. Legendaga biza hozircha legenda 4 ekanman, shundoq. Ko'ramiz, farom qilamiz. Uron yaxshi beradi. Xuddi men bu geroyda Lesliga o'xshataman ko'proq. Nima, xuddi bir snaperda. Bitta uradi, lekin moshni uron beradi. Bu ham xuddi shunaqa. Bizada qiynayapti. Necha. Yaxshi Belerik. Endi biza urishimiz kerak. Buni olmasa bo'lmaydi endi. Yaxshi, endi borsa bo'ladi. Belerik. Ikkinchi skill shu nima qiladi unchalik tushunmadim to'g'risi. Sal ozgina pauza beradimi, nimasi qotirib qo'yadimi, shunisiga sal tushunmadim. Belerik tutdi. Endi miyani urishimiz kerak. Miya. Prosta farm qilish kerak. Eng muhimi bizga farm, chunki biz shaqillatib tashlamaymiz, tinimsiz o'qlab urib tashlamaymiz. Miya. Sekin ursam. Bum, yaxshi. Belerik. Yeni. Ikkita kilimni ham Belerik urib ketdi-da. Ikkita paddeshga necha. Brodyni eng yoqqan joyi, birinchi skillini ishlatgan payt, uje uron berayotgan nima desam, zonasi va urayotgan joyi kattaroq bo'lar ekan. Shuni вообще yoqdi menga. Uje birinchi skillni ishlatdi. Menimcha bu hozir kiriklarga bo'lmasa kerak, menimcha faqat giroylik. Men uje ana shuni aytdim, ikkinchi skill o'zi sraz katta bo'ldi-ku, birinchi skill. Voy, urish kerak. Yaxshi. Ultasi ham вообще. Chotki. Belerikni o'ldirib ketibdi, necha. Jonson. Voy, Darius. Urish kerak. Voy, qotdimi? Yana uramiz. So'roqdan o'ynashimiz kerak. Mana qarang. Birinchi skillni kattaligini ancha chotkida, mana shunisi ham yoqdi menga. Ular Leylani ham uncha katta bo'lib ketmayapti. Kim bu? Jonson, miya. Ana shu nimasi ham yoqdi menga, ba'ziga qayt. Tipga chiqib ketibdi ular. Dariuslar yaxshi. Biza farm qilamiz. Sekingina qani. Miyaga biz sal agressivroq o'ynashimiz kerak. Yaxshi, Belerik meni tushunyapti. Mening gaplarimni eshityapti Belerik. Yaxshi. Voy. Men kutganda urib. Voy, shu kutdinglarmi? Zonasi kichikroq, lekin ishi turib qo'ydi-da. Bashnini olishimiz kerak uje. Uje yo'qligidan biza foydalanishimiz kerak. Davay. Belerik men bilan normal padeshga beryapti menga. Jonson. Voy, talpacha. Voy, Jonson. Miyani ikkinchi skill ham zo'r narsaga o'xshabdi. Bam! Voy, o'xshamadi. Voy, Gord. Travel kill. Brody вообще zo'r menga yoqadi hozircha. Kuchaytirgan, nima desam, old Brody bo'lgan tipi. Sekin qaytish kerak. Jonson menga kelyapti, o'sha qaytish kerak orqaga sekin. Iloji boricha o'lmaslikka harakat qilishim kerak. Nima bo'lsa ham.
Hop Jonson keldi. Kamiga 2 kishida bular. Voy qoch. Yaxshi. Давай, пешка. Gap yo'q. Bum. Bum. Хорош. Ikkinchi skill motion. Gap yo'q. 3 ga 1. 3 ga 1. Nima gap? Solo. Brody sila. Easy. 3 ga 1. Endi meni oldimga hech kim yaqinlasha olmaydi. Easy bo'lgan hammasi. Voy Jonson. Miya. Ho. Ultas bilan kirib kelding. Miya. O'ylab ko'r. 3 ga 1 ura olmagan. Bitta o'zing urmoqchi edingmi? Kallani ishlat sal. Просто pro игрок. Любойni jangga chaqiraman. Octagon Liga. Qani Brodini pro игроклari bormi? Pro darajaga o'ynamayapmi yo? Baho beringlar qani. Просто shedevr o'ynab qo'ying. Mandaqasi yo'qdir olamda. Talpa. O'sha komanda men borguncha hal qilibdi. Boya farmga ham orqaga qo'yotdi. O'sha komandani o'zim qutqarib qoldim-da. Sekin ham kiriblarni olib ketishimiz kerak. Kerak va lozim. Yaxshi. O'sha oxiri ancha farmga ham o'tib ketdim men ulardan. Shu qarib 9000 farm. Yaxshi deganim, yaxshi zo'r degani bu zo'r. Freya, nima gap? O'ynashmagan. Bular вообще easy. GG, вообще GG. Voy. 3 ga 1 ukam o'ynashma. Gordni olib kelman oldimga. Bitta o'zim o'ynaman. Просто maniakda. Paq. Qochasan ukam. Nima qilamiz? Push qilamiz. Nima qiladi boshqa? Bashnilabdi urish kerak. Hozir Jonson bilan miya tiriladi. Sraz menga push qiladi bular. Aniqda. Chunki bular nishonim. Kuchliroq o'ynatganam menda chunki aytdim-ku 3 ga 1 uje. Hop. Ukajon o'ynashma. Meni tinch qo'y. Bitta o'zim o'ynayman hammaga qarshi. Просто Jonson kelib urilsa qochish qiyin-da. Hamma o'rinni qabul qilib o'lib ketamiz. Shu uchun sekin qiyon bo'lib o'ynash kerak. Voy tepaga talpaman. Mansizmi? Bum. Nima gap? 2ta keluvchi. Qo'y Jonson ham meniki ukam. Alfa. Hamma o'rinni o'zim aytdim-ku. Muji bo'lib o'ynaydi. Bashnini olamiz bashnini. Bashnini sekin olib ichiga kiramiz. O'yinni tugatamizmi? Ustidan kuladi o'yinni. Shuncha urganga yarasha. Menga yoqdi, lekin ba'ziga qaytish. Brodin. Voy. Alfa yeb qo'yganingni bildingmi? Ikkitasini lekin gap yo'q alfaga. Bashnisini, bazasini ichiga voy Jonson. Mashaqqa ko'man Jonson. Nima qila olasizlar? Endi tugatsak bo'lar o'yin. Sal kriplar durib ketishimiz kerak endi jonga tegib ular o'ynash. His qilmadim men bularni. Normalniroq kerak biz uchun. Tugadi o'sha o'yin mana. Ultani bir marta ishlatdim, sezdinglarmi? Bir marta hozir shu narsa hayvonga keldi. Bir marta ishlatdi ultani. Ultasiz o'yin bu o'yinning nomi. Ultasiz o'yin. Yaqinlashma mana oldimga yo'lontam. Shu ultasiga просто birinchi skilli bilan urib tayyorlamizda. Men bekordan aytmadim buni. Nimaga o'xshatdim-da? Lesliga, sniperga. Ko'par ultasidan ko'proq birinchi skillini ishlatasan-da. Xo'sh, baho beringlar o'yinga qanaqa mashina chotki. Video yoqqansa like, comment. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'zi mendan boshqa odam ko'ryaptimi videoni? Hammaga rahmat, hammaga xayr.